Mualliflik huquqi bu muallifning o'z ijod namunasiga bo'lgan huquqidir. Bu muallifga asarini tarqatishga, undan nusxa olishga va ommaga ko'rsatishga bo'lgan huquqni, ruxsat berish huquqini beradi. Elektron kitoblarning mualliflik huquqi. Elektron kitoblar bu raqamli formatda yaratilgan matnli asarlardir. Qog'ozdagi kitoblarga nisbatan ularni nusxalash, tarqatish va tahrirlash ancha oson. Shu sababli ularning mualliflik huquqini himoya qilish masalasi dolzarbdir. Elektron kitob muallifi quyidagi huquqlarga ega: asarni yaratish va unga egalik qilish huquqi, asarni nusxalash va tarqatish huquqi, asarni tijorat maqsadida sotish yoki litsenziyalash huquqi, asarni himoya qilish, ya'ni ruxsatsiz ko'chirish yoki tarqatishni taqiqlash huquqi. Mualliflik huquqining buzilishi. Elektron kitoblar ko'pincha noqonuniy tarzda internetga yuklab qo'yiladi, bepul tarqatiladi yoki o'zgartiriladi. Bu esa muallifning huquqlarini buzadi va qonuniy javobgarlikka olib kelishi mumkin. Xulosash o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, elektron kitoblar axborot tarqatishning qulay vositasi bo'lsa-da, ularning mualliflik huquqini himoya qilish juda muhimdir. Har bir foydalanuvchi muallif huquqlariga hurmat bilan yondashib, qonuniy manbalardan foydalanishi lozim.